Bandaning Allohga ibodat qilish saviyasi 3 xil bo'ladi deydilar. Birinchi saviya, yuqori saviya. Banda o'zini bandaligini chuqur his qilib, suyagigacha singib ketib tan oladi. Men bandalik qilib yashamasam yashashim keragi yo'q degan tushunchada bo'ladi. Ana ular o'z-o'zidan Allohning ibodatiga o'zini urishadi. Chunki fahmi yetgan, aqli yetgan, his tuyg'usi yetgan, o'zini bandaligini chuqur his qilib, Allohga bandalik qilmasam yashashimning keragi yo'q degan xulosadagi odam bo'ladi. Ana ular juda nodir shaxslar bo'ladi. Payg'ambarlar, ularga yaqin kishilar bo'ladi va zamon o'tishi bilan ozayib boraveradi ular. U darajadagilar. Ikkinchi darajadagilar ibodat, toat, Allohning amri hammasi go'zal narsa ekanligini tushunib yetadi.